Assalomu alaykum do'stlar. Yana bir bor dars ko'rishib turgandan xursandman. Bugungi darsimiz birinchi darsimizni davomi bo'ladi. Birinchi darsimizda nima o'tganlarimizni eslab olamiz. Ya'ni biz o'rta darajaliklar uchun e, e, grammatikadan boshlagandik. Ya'ni bilvosita ko'chirma gaplarni boshlagandik. Koreys tilida suhbatda eng ko'p ishlatiladigan, umuman hamma tilda eng ko'p ishlatiladigan grammatikadan boshlagan edik. Ya'ni bilvosita ko'chirma gaplarni o'tgan edik. Biz bugun shuni davom ettiramiz inshaalloh. Hop, bizga kerak. Avvalgi darsimizni bir bor eslab olamiz. Sizlar bilan o'tgan safar ko'chirma gaplarni birinchi kirish qismi, ya'ni tagohada grammatikasini o'tgan edik. Ya'ni bitta bir insondan eshitgan yoki bilgan ma'lumot yoki gapini yoki ommaviy axborotlar orqali eshitgan biror bir mavzusini gapini boshqa insonga shunday shunday ekan, shunday dedi, shunday deb aytishdi deb yetkazishar edik. Tagohada sifatga qo'shilar edi. Nin tagohadamiz fe'lga qo'shilardi uli undashga qarab. Biz buni o'tgan darsda o'tib ketgan edik. Hamda otga qo'shilish shakllari bor edi. Otga qo'shilish shakli uh, iroga ragohada edi. Iroga ragohada edi. Bugun biz shu bilvosita ko'chirma gaplarni mana shu o'tgan safar o'tgan grammatikamiz qisqa shaklini o'tamiz. Ya'ni odatda kundalik hayotda gaplashilayotganda uni uzun uzun grammatika yoki so'zlar ishlatilmaydi, qisqa qisqa gapiriladi. Mana bu tagohadalar odatda yozishda, matnlarda ishlatiladi. Gapirishda ham hech xato bo'lmaydi, lekin biz odatda tabiiyroq chiqish uchun yana qisqa gaplarni ishlatamiz. Bugungi o'tilgan grammatikamiz ham mana shu grammatikani qisqa shakli bo'ladi. Ya'ni tagohadani qisqartirilgani teo. Mana shu teo shakli bo'ladi. Nin tagohadani qisqartirilgan shakli nin deo bo'ladi. Bu ham unli undashga qaraydi. Hop, iragohadan qisqartirilgani shundan bo'ladi. Ireo bo'ladi. Ya'ni i undoshga reo ullikka ishlatadi. Ireo undoshga reo ullikka qo'llanadi. Bunga bittadan misol tuzlab chiqamiz, ya'ni grammatikaga. Hop, teoga tuziladigan bo'lsak, misol uchun appida so'zi sifat, to'g'rimi? Appi deo bo'ladi. Ya'ni bunda sifatda yaxshi tomoni ullik undoshga umuman e'tibor bermaydi. Appi deo. Hop, yokida pappada sifat turkumi, sifat so'zida. Pappada nima bo'ladi? Pappa deo bo'ladi. Bandman dedi yoki og'riyapman deb aytadi. Hop, bizda keyingisi fe'llardan, misol uchun birinchi ullidan kada so'zi kandeo yokida mokda undosh, o'shanda mo'ngnin bo'ladi. Mo'ngnin bo'ladi. Hamda ireyongizga, misol uchun hakseng so'zi undosh bo'lgani uchun hakseng ireyo bo'ladi. Hop, mo so'zi nima degani moreo. Moreo degani nima dedi degan ma'noda keladi. Ya'ni ko'chirma gaplarda. Hozir biz ulli hamda undoshga ikkitadan misol tuzlab chiqdik. Endi biz uni gaplarda ishlatib ko'ramiz. Hop, umumiy qoida tushunarli. Ya'ni siz boshqa insondan eshitgan gapingizni boshqa bir insonga shunday shunday dedi deb aytib berishni ishlatasiz. Bevosita ko'chirma gapda e, asosan ma'nosi bir xil bo'lsa bo'ldi, ma'noni yetkazsangiz bo'ldi. Ya'ni aytgan gapini xuddi o'shanday harfmasa harf yoki nuqtasigacha ko'chirib aytish bu bevosita bo'lar edi. Hozir biz bilvosita ko'chirma gap o'tyapmiz. Bilvositada ma'nosi bir xil bo'lsa bo'ldi. Umumiy qanaqa aytgan gapini o'zgartirib gapirsangiz ham ma'nosi buzilmasa bo'ldi. Ishlataveramiz. Misol uchun o'rtog'ingiz kasal bo'lib qoldi.
Keyin aytyapsizda o'rtog'ingizga, mana misol uchun Maykl judayam og'riyapman deb aytdi deb turib, kimgadir o'rtog'ingizga aytyapsiz. Misol uchun misollardan yozadigan bo'lsak, misol uchun Maykl Shiga kamga kolyoso Maklshiga kamga ko'rsa mani appateyo degani, ya'ni Maklshi shamollagani uchun ancha og'riyapman deb aytdi. Ya'ni o'rtog'i sizdan Makl ko'rinmayapti, nima kelmayapti maktabga deyaptida. Grippga chalingani uchun juda ham og'riyapman deb aytdi. Yokida Sumi bugun yig'ilishga kelmabdi desa aytishingiz mumkin. Sumi shiga yujin mani Pappadeo. Sumishi shukular juda ham bandman deb aytdi. Ya'ni siz Sumidan eshitgansiz bandligini yoki ko'rgansiz. Ee, Shu gapini siz boshqa insonga ko'chirib yetkazib aytib beryapsiz. Mana shunaqa ko'chirma gap bo'ladi. Bu sifatlagan misol edi. Yokida Koreyada yashaydigan do'stingiz bor, u sizga aytdi, Koreya juda ham hozir issiq deb aytdi. Yani siz ota-onangizga aytib beryapsiz kimgadir. Koreya hozir juda ham issiq ekan deb turib. Hangugen Hangugen chigim aju ishlasangiz ham bo'ladi. Aju topteo bo'ladi. Topteo degani issiq ekan deb aytdi ma'noda keladi. Topda issig'i. Shunaqa ma'noda aytsa bo'ladi. Endi fe'llarga gap tuzalikda. Hop, o'rtog'ingiz desa bo'ladi ekan. Akmal. Karis o'rtog'ingiz aytyaptiki, boshqa karislarga Akmal shiga tejikoveril amungnindeyo. Ya'ni Akmal shi cho'chqa go'shti yemas ekan deb aytdi. Yemayman deb aytdi deb turib, o'rtog'ingiz karis o'rtoqlarga yetkazyapti. Tejikoveril amungnindeyo. Yemayman deb aytdi. Yeyman dep aytdi bo'lsa mongnindeyo bo'ladi. Karislar eng ko'p narsa bilan hayratlangan mavzulardan bittasi, ya'ni nimaga cho'chqa go'shti yemaydi deb turib. Bunaqa ma'noda. Misol uchun chet elliklar Begwindiri Myeongdonggaso. Myeongdong eng mashhur joylardan bittasi, ya'ni chet elliklar eng ko'p boradigan katta shahar. Hop. 외국인들이 명동에서 화장품을 많이 산대요. Yani chet elliklar Myeongdongdan kosmetik mahsulotlarni juda ham ko'p sotib olishadi deb aytishdi. Ya'ni yangiliklarda chiqdi. Yangiliklarda e'lon qilishdi. Myeongdongda eng ko'p sotib oladigan, ya'ni kosmetikani sotib oladigan kishilar bu chet elliklar deb chiqdi. Ya'ni siz aytib berasiz kimgadir, ya'ni shu yangilikni, ya'ni ommaviy axborotda aytilgan yangilikni, ya'ni boshqa kishiga yetkazib beryapsiz. Hop, shunaqa ishlasangiz bo'ladi. Hop, otga. Otga misol uchun 이나무는 아버지가 어렸을 때 어렸을 심은 나무래요. 나무래요. misol uchun 이 나무는 아버지가 어렸을 때 심은 나무래요. Ya'ni bu daraxt otam yoshligida ekkan daraxt. Ya'ni men yoshligimda ekkan daraxt deb aytdilar otam degan ma'noda keladi. Ya'ni otasidan eshitgan gapini kimgadir yetkazib beryapti. Shunaqa ma'noda. Hop, ya'ni kundalik hayotda ko'p ishlatiladigan. Misol uchun o'zim birinchi marta eshitganim, birinchi Koreyaga kelganimizda Koreyaga bank raqam, ya'ni hisob raqam ochtirgan borganimizda man tarjima qilib turgan bir kishimni gapini, shunda bank xodimi nima dedi, sheriking nima deb aytdi degan. Shunda mana bu iborani ishlatgan. Moreyo degan. Mo degan nima degani, to'g'rimi?
reyo qo'shib qo'ysangiz, ya'ni nima dedi degan ma'no keladi. Yodlab olamiz. Ya'ni e, kundalik hayotda ishlatamiz, nima dedi deymiz. Ana shu moreyo bo'ladi. Moreyo degani nima dedi deb aytgan ma'noda keladi. Men otgan misol, qachon kelaman deb aytdi deb aytasiz. O'nja o'ndayo bo'ladi. Ha, buni keyinroq o'tamiz hozir. Keyingi qism edi. Qachon deb aytdi deylik. O'nja reyo bo'ladi. Qachon deb aytdi. Shunaqa ma'noda keladi. Hop, buni o'tgan zamon shakli bor. O'tgan zamon shakli, o'tgan safar aytdim. Ya'ni grammatikani o'tgan zamon shaklida ot qo'shiladi deb aytib o'tganman. Agar bu videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, avval birinchi qo'yilgan tagohada grammatik mavzusini bir bor ko'rib o'tsangiz yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Atteya, otteya bu fe'l va sifatga bir xil qo'llaniladi. Misol uchun bunga oje, ya'ni o'tgan zamoni bu turim. Oje Kyongsan, Kyongsan hudud. Kyongsan esa piga vatteyo. Kecha Kyongsanda yomg'ir yog'di deb aytishdi. Bunaqa ma'noda siz buni. Yokida che chinguni ko'ryode, ko'ryode habkyok hetteyo. Habkyok hada nima edi? Ya'ni qabul qilish, o'tish ma'nosida. Mana che chinguni ko'ryode habkyok hetteyo. Mening do'stim ko'ryodagi o'qishga kirdim deb aytdi degan ma'no kelayotgan zamonda. Hop, shunaqa ishlatsa bo'ladi. Bu grammatikani kelasi zamon shakli bor. Hozir kelasi zamon shakli qanaqa bo'ladi? Illa Koreya bo'ladi. Illa Koreya bu kelasi zamon shakli. Ya'ni tagohadalar, ya'ni birinchi o'tgan grammatikal zamon, kelasi zamon shakli bor edi. Ya'ni illa koragohada. Mana shuni qisqartirilgan shakli illa Koreya bo'ladi. Misol uchun siz ob-havo yangiliklarni ko'rdingiz. Neil piga ol Koreya bo'ladi. Misol uchun Neil piga ol Koreya. Ertaga yomg'ir yog'adi deb aytishdi. Misol uchun ilgi bo'lsa panninda Neil piga ol Koreya. Ob-havo yangiliklar ko'rganim, ertaga yomg'ir yog'adi deb aytishdi. Shunaqa ma'noda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni kelasi zamon shaklida. Bunga misollarni ko'plab tuzishimiz mumkin. Misol uchun talabalar haqida misol. Neniyam buto. Neniyam buto tingnoqqimil inson hal ko'rayo. Kelasi yildan boshlab kontrakt to'lovlarini ko'taramiz, oshiramiz deb aytishdi. Ya'ni universitetdan shunaqa qaror chiqdi. Ya'ni ommaviy axborot yuklandi. Ommaviy axborotda yuklandi. Universitet veb sahifasida aytyapsiz do'stingizga. Kelgusi yildan boshlab kontrakt summasini yana ko'taramiz, yana oshiramiz deb aytishibdi universitet, deyapsiz. Ko'ryapsan, bu grammatika kimdir, ya'ni boshqa inson orqali eshitib turib boshqa insonga yetkazib beryapsiz, shunaqa debdi, shunaqa deb aytibdi deb turib, yokida ommaviy axborotlar orqali bilgan narsangizni, mavzuyingizni yana boshqa insonga yetkazib beryapsiz. Misol uchun aytdik-ku, ertaga yomg'ir yog'adi deb aytishdi. Bu yomg'ir yog'ishini qayerdan bilgansiz? Ommaviy axborot vositalaridan yokida hozirgi misolimizga misol kelgusi yildan boshlab kontrakt summasini oshiramiz deb aytishdi. Bu ham ommaviy axborotdan eshitgansiz. Mana shu ikkita vaziyatda ishlatsak bo'ladi. Bu grammatikani boshlang'ich tushunchasi edi. Birinchi ko'rgan grammatikamiz tagohadan agar yaxshilab ko'rgan bo'lsangiz, bu grammatikada tushunishda qiynalmaysiz. Kundalik hayotda shunaqa qisqa shakl ishlatiladi tagohadan o'rniga. Hop, biz bir shakli bor, o'shani hozir qo'shimcha shaklga o'tib ketamiz.
o'sha tariqasida. Misol uchun, o'rtog'ingizdan eshitdingiz, misol uchun, kelgusi yildan kontrakt summasini ko'taramiz deb aytishdi dedingiz. Siz mana shu eshitgan gapingizni yaxshi eshitmay qoldingiz yokida yaxshi eshitdingiz, lekin shu gapni yana qaytadan tekshirish maqsadida tasdiqlatish mazmunida yana qaytadan so'rash. Kelgusi yildan boshlab yana oshiramiz deb aytishdimi? Yoki ertaga yomg'ir yog'adi deb aytdimi? Ya'ni shunday deb aytdimi deb qayta so'raysiz. Mana shunda ham ishlatsak bo'ladi. O'zi sizga ko'chirma gap qilib aytyapti. Siz uni qaytadan tekshirish maqsadida shunday dedimi, shunday deb aytdimi deb qaytadan so'rasangiz bo'ladi. Misol uchun, Yongsu Shiga, misol, kanslar ismi osonroq, shuning kanslar ismi qo'llaymiz. Onul an ondeo degan nima degani? Yongsu Shiga onul andoye, ondeo. Yongsu Shi bugun kelmayman deb aytdi. Keyin siz qaytadan so'raysiz, nimaga veyo beyo mani appideyo kasalligini eshitgandirsiz. Beyo mani appideyo degan nimaga ko'p og'riyapmanmi, kasalman deb aytdimi deyapsiz. Yokida mani pappadeyo juda bandman dedimi deb qaytadan so'rayapsiz. U turli xil shaklda ishlasangiz bo'ladi. Mani pappadeyo yokida eng ko'p gapiriladigan gaplardan hozir. Mani pappadeyo mana bu shakl. Veyo veyo musun musun eri itteyo degani, musun eri itteyo degani nimadir muammoyim bor ekan yoki nimadir ishi bor ekanmi dedimi degan ma'noda keladi. Musun eri itteyo nimadir ishi bor ekanmi, nimadir muammosi bor ekanmi degan ma'noda. Shunaqa dedimi degan ma'noda keladi. O'rtog'ingizga telefon qildingiz. O'rtog'ing qayerda ekan deb aytdi deysiz. Sizdan so'rayapti, o'rtog'ing qayerda ekan? Odi itteyo degan. Savol shaklida ham ishlatsak bo'ladi. Odi itteyo. Qayerdaman dedi. Sizga so'rayapti. O'rtog'ing qayerda ekan dedi. Qayerdaman dedi deb so'raydi kimdir. Odi itteyo. Chinguka odi itteyo. Ya'ni do'sting qayerda ekan deb turib. Buni panmal shaklida yonib tashladi. Oditte. Ya'ni juda ham qisqa, qo'pol narsa. Sansirab gapirish panmal shaklda. Ya'ni panmal kimga ishlatamiz? O'zimiz tengqur, yaqin tanish bilishlarga ishlatamiz. Agar o'zimiz tanish bilish bo'lmagan insonlar bo'ladigan bo'lsa, yoni ishlatishimiz kerak. Agar yoshi kattalar ishlatsa bo'ladimi deydigan bo'lsak, ishlatsak bo'ladi. Biz boshlang'ich koreys tilida ishi degan grammatika o'tganmiz. Ishi qanaqa grammatika edi? Nopimmal. Ya'ni nopimmal degani hurmat ma'nosida ishlatilgan grammatika. Misol uchun, har bitta fe'l yoki sifat so'zimizga ishini qo'yib hurmat shaklida ishlasak bo'ladi. Misol uchun, ondeyo so'zi bor-ku. Kelaman deb aytdi. Oddiy shakl. Ana buni hurmatli shaklga o'zgartiradi. Juda ham hurmatli. O'shindeyo. Mana sheni qo'shyapmiz. Bunga misol Kyosunimi Neil o'shindeyo. Professor ertaga kelaman deb aytdilar. Degan ma'noda ishlatasiz. Ondeyo desangiz oddiy hurmatsiz shakl bo'ladi. Siz uni hurmatsiz emas, oddiy shakl bo'ladi. Ondeyoni ishlatsa oddiy shakl, lekin professor hurmatli, yoshingiz katta ham hurmatli shaxs. Shuning uchun sheni ishlatgan yaxshi. Ya'ni Kyosunimi Neil o'shindeyo. Yokida professor nima qilyapman dedi deb turib, ya'ni boyagida tasdiqlash ma'nosi so'raysiz-ku, tekshirish maqsadida. Muashindeyo deb tashlasiz bo'ladi. Muashindeyo. Nima qilyapman deb aytdilar. Muashindeyo. Desangiz ham bo'ladi. Shunaqa juda ham ko'p shakllarda ishlatsak bo'ladi bu grammatikani, ya'ni kundalik hayotimizda eng ko'p ishlatiladigan grammatik turlardan biri edi.
Hop, bugungi o'tilgan grammatikamiz, ya'ni birinchi darsimizda o'tilgan grammatikani kundalik hayotda eng ko'p ishlatilgan shakli, ya'ni qisqartirilgan shakli edi. Hop, biz bugun bilvosita grammatikalarni ikkinchi qismida o'tdik. Xudo xohlasa, kelasi safar bilvosita grammatikalarni keyingi qismlarini o'tgan bo'lamiz. Hop, savollaringiz bo'lsa kommentariy yozib qoldiringlar. Misollarni kommentariy kutib qolaman. Hammaga omad o'qishlarga.